Assalomu alaykum. Xorazm chorva olamini kuzatayotgan obunachilar, bugun sizlarga ona bola izlaganlar uchun arzon narxlarda egalaridan xo'jalikda boqilib turgan ona bola sotuvga qo'yildi. Xudo xolasa egalaridan ma'lumotlarni olib boraveramiz. Bizani qo'llab-quvvatlashda davom qilinglar. Kanalimizga bir layklarni bosib, podpiska obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bo'lmasa Asadbek, Jallimsan Jo'ra, sog'lashimi? Assalomu alaykumlar. Sog'om aytmisan Jo'ra. Qana endi bularni haqida bir ma'lumotlarni berib o'tsang Jo'ra. Nechanchi tug'ishi bu molni? Ha, birinchi balasi axir. Qachar o'xshaydi bu birinchi balasini? Bo'yi ham 1 metrdan baland o'xshaydi buni. 1 plus 1 metra qo'yib beramiz yana obunachilar. Mola gap bu. Ha, 4 oydan o'tgan, 4 oylikda ham shunchalik, to'g'rimi? Yana hozir orqa tomondan bir ko'rsatamiz molimizni yana. Arka tomondan ko'rinishlari, bo'ylari 1 plus. Yana 1 metr plusga beramiz. Istagan tuyoq chiroyli kelishgan, qip-qizil yosh qochar. Bemalol boqib foyda etaman desanglar ham bo'ladi. Molimiz balandliklari 1.30 atrofida o'xshaydi bu. Bang. 1.30 metr, 1.30 plus beramiz. Necha litr suti bor buni? Mana qachirib o'tirman 5 litrlab senga beramiz sana. Ha, 5 litrni poni pisatliga beramiz axir. Ha, yemini yaqinda bersangiz yatam beradi. Ha, molimiz birinchi tug'ishi. Aynan sosiyalardan ham bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r beradi molni sosiyalar shunday bo'ladi. Katta. İçinden hiç gumoni bormi buni? Bu siz aytsam, başta 3 oy bo'ldi bu qo'y kelinganda. Ha, 3 oy bo'ldi bu qo'y verilganda. Shundan keyin o'shim bu qo'y gemadi dedi, o'zim qo'lim bilan olib borib keldim. Ha, endi ichida hozir boy yo'qligini gumon axir, to'g'rimi? Ha, bormi? Qochgan axir, to'g'rimi? Ha, yana 3 oylik narsam bor ekan ichida. Bo'g'ozda bayt turibdilar. Mollar asoslarga elde tomondan ham bir ko'rsatamiz. Mana gap bo'lishi mumkin emas, arqa tomondan ko'rsatamiz. Arqa tomondan sal urkib turibdi, bu xotin qiza urgangan deydilar. Bir odam. Ha, yuvosh axir poning, to'g'rimi? Dastlabki xizmatlar nechik bo'ladi buni? Ha, kelib ko'rsinlar. Kelishilgan holatda agar bog'at gullan tomonidan chiqsa ham kelishilgan holatda agar dastlabkasini o'zim ko'taraman, mashin bormi desa, bor axir mashin. To'p beramiz yelatda bor. Aha, ina mashin bor dedi. Mashindan problema emas. Bahasini necha so'mda aytamiz buni? 20 million. 17 ga bitami? Yo'q, 17 ga o'rganmaydi baga. Bitar kisaga kiradi 10 so'm. Qachirmay. 19 ga beraversa? 19 ni? Qaytib kelishib xayr puli o'tib berasiz axir. Bang 500 ming so'm o'tib beraman, 18,5 million bo'lsa. 18,5 million so'm ina. Ustunda yana xayr puli kelishga yer kim nechik savdo qilsa, savdosini qilib kelishib olaverasizlar. Molam meyda emas va ko'rinti. Ha, mol kichkina mol emas. Yurak ayirgandan ham pulini hisob kitob etayotgan o'zlari. Hozir bu bozorda taxminan bahasi, o'jakning bahasi 8-9 million atrofida yuribdi bular. To'g'rimi? 8 millionga qo'ygandan ham shundan ham sizlar normal ne ekan bu 5 litr sut berib turgan molni 11 million, 10 millionlara bermaydi to'g'risi hech yerda. Shuning uchun sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kanalimizni kuzatib borishda davom etinglar. Bir layklarni bosib, podpiska obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Like bosinglar, like. Videoning davomida egalardan, qo'shnilardan yana bir yosh o'qitchi, yosh qacharlar bor ekan, shuni qo'yamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bugun sizlarga egalardan arzon narxlarda 8 oylik bo'g'oz mol 3-qarini manzilni aytib o'tadigan bo'lsak, Xorazm viloyati Shovot tuman Cho'qliqshoq oyoqiy mahallada. Mollarimiz bo'yina keladigan bo'lsak 1.30-1.35. Mol kichkina mol emas, tuyoqlari istagan tuyoq. Hozir orqa tomondan ko'rinishlari molimiz yelillab turibdi. Xudo xolasa 1 oy, 1,5 oy uzoqi bilan do'g'ada yer gumonimiz bo'lsa, mana enjeklaridan ko'rsatamiz. Molimizga gap bo'lishi mumkin emas. Bizani kanalimizda laykladim kelmay ketibdi. Oxirgi vaqtda kanalimizga bir layklarni bosib, obuna, podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga har doim shuningdek manfaatli videolarni chiqarishda biz davom qilamiz. Yana elde tomondan ko'rinishlar, yana qarorlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Yana 3-qarni qop-qora, bir yerda qizil yo oqi yo'q. Molimiz sifatli mol. Yana xo'jalikda boqilib turgan mol yana. Eğer karamalın üstü em değerli için, sizler için bu. 8 aylık boğaz mal, 1 ay 1,5 ay
uzoq bilan qarasangizlar bir o'jakli bo'lishingiz mumkin. Agar yetiltirib turib sotaman desangizlar ham foydaga chiqishlaringiz mumkin. Pastda telefon nomerlarini qo'yamiz. Bemalol egasi bilan bog'lanib kelib, ko'rib savdosini qilishlaringiz mumkin. Telefon orqali savdosini qilsangizlar, uyingizga yetkazib beramiz, xudo xolasa. Soat bo'yicha besplatniy dastlabki xizmatlari bor. Malni lekin kelib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Bo'lmasa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bir like'larni bosib, podpiskaga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xorazm chorva olamini kuzatib turgan obunachilar, bugun sizlarga egalaridan arzon narxlarda yosh o'kiz va yosh qochaqlarimiz sotib qo'yildi. Orqa tomondan ko'rinishlari. Manzilga keladigan bo'lsak, manzil Xorazm viloyati Shovot tumani Cho'qli qishloq Ogohiy mahallada. Bizlarni kuzatib turgan obunachilar, like'larimiz juda ham kam. Har bir videomizga bir like'larni bosib, har bir kuzatuvchi bir like'larni bosib, bir obuna bosib qo'ysa zo'r bo'lar edi. Sizlarga manfaatli videolarni chiqarishda davom qilamiz. Yosh qochaqlarimiz bo'ylarına keladigan bo'lsak, bo'ylari 1.10 atrofida, 1.10%liga beramiz dedi. 1.10, 1.5 plus. Narxına keladigan bo'lsak, narxi 8,5 million so'm aytib turibdi. 8,5 million so'mdan qaytib o'tib beradi. Shavot bo'yicha besplatniy dastlabki ham qilib beramiz dedi. Xudo xolasa telefon orqali gaplashasizlar egalari bilan. Bu yoqqa o'kitchamiz keladigan bo'lsak, 1.10 plus bu yoqqa. O'kitchamiz sal balandroq. Sağlam, ikkisi ham emlangan, o'qil dorilar urilgan. Yegimi xo'ramni, samonazi yeb turibdi. Mana yonboshdan ko'rinishlari, oldindan ko'rinishlari. Mana o'kitchamiz bahosini 13,5 million so'm aytilib turibdi. Qaytib o'tib beradigan yerlari bor. Mana agar olib turib boqib saqlayman deganlar uchun sog'lom pisandliga beraman dedi. Bir hafta yemasa ichmasa qaytib olamiz dedi. Pastda telefon nomerlarini qo'yamiz. Bemalol egalari bilan bog'lanib savdosini qilishlaringiz mumkin. Bo'lmasa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizani qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Har bir videomizga kuzatgan odamlar bir like'larni bosib o'tinglar. Kibr bo'lmasa agar obuna, podpiska bosib qo'ysangiz, har doim videolarimiz birinchilardan sizlarga yetib borishadi. Bo'lmasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.